رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugungi suhbatimizdagi o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan mazmunimiz kang qo'saqliq. Ya'ni boshqalarga yo'l qo'yish, musomaha qilish, ishlarda kang yo'l tutish. Bu islomningki buyuk axloqlarining birisi. Chunki kang qursaq bo'lish muomalada qolayliqlashtirish deganlikdir. Kang qursaqlik bo'lish sixiylik demaklikdir. Boshqalar uchun qurbonlik berish demaklikdir. Kang qursaq bo'lish umumning manfaati asosida o'zining shaxsiy qisman huquqlaridan tushib berish deganlikdir. Bu bugungi biz tilg'ab o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan islomning buyuk axloqlaridan, go'zal axloqlaridan birisi. Bugungi suhbatimizninki asosliq shuar bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallamninki mustadrakda so'zlagan bir hadisi bor. Innalloha yuhibbu samhal bay, samhash sharo, samhal qado. Alloh subhanahu va taolo savdo satiqda kangri yo'l tutishni, mayli ilm yoki birimda olsun, boshqalarga hukm chiqarishda, masalalarni o'zining haqqini talab qilish, da'vo qilish masalalarida kangri yo'l tutishni yaxshi ko'radi degan hadisi bugungi bizning darsimizningki asosliq shuari. Yine shuningga mazmun jihat o'xshaydigan Imom Buxoriy Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadis bor. Rahimallohu abdan samhan iza ba'a, samhan iza ishtara, samhan iza iqtada. Yani binasi sassun, kangri yo'l tutgan, asun kangri yo'l tutgan, boshqalardan o'z haq huquqini talab qilsin mayli, kangri yo'l tutgan bandiga Alloh subhanahu va taolo rahim qilsin, marhamat qilsin degan duo shaklidagi bir hadis. İlgari o'qigan hadis bilan ma'ni jihatda tamoman o'xshash. Yuqorqi ikki hadisda tilga ilingan Alloh rahmat qiladi degan bir so'z bor. Allohning rahmati degan nima degan haqda qisqagina to'xtalsak, Allohning rahmatining natijasini hisoblab chiqish bu asla mumkin emas. Alloh bir kang qo'saq, kangri yo'l tutadigan, boshqalarga kang qo'llik qiladigan bandiga rahim qildi deganlik, buningga hikmat, aql ato qildi deganlik. Bu hikmatmi Allohning rahmatining qatoridan. Alloh uningga tavfiq ato qildi deganlik, muvaffaqiyat ato qildi deganlik. Bu tavfiq, muvaffaqiyatlarning hammasi Allohdan. Alloh u kishiga o'tkir qarash ato qildi deganlik. Yani o kishi shuning turtkisida boshqalarga zulm qilib, boshqalarni aldamaydigan, o'zimi boshqalardan aldinib ketmaydigan, sadolmaydigan bir holat keladi. Bularning hammasi Allohning marhamati, rahmatining qatoridan. Yani bularning hammasi bandininki, kishininki kangri yo'l tutgan, boshqalarga kang qursaq bo'lganligining natijasida erishadigan mukofotlari hisoblanadi. Amaliyotda Alloh subhanahu va taoloning sana marhamat ko'rsatishdan ortiq ne'mat bo'lmaydi. Chunki bu yerdagi o'ziga oladigan ma'no intayin kangri. Alloh sana adl, adolat bilan marhamat ko'rsatib, seni adolatlik, adil yo'l tutadigan bir kishiga aylantiradi. Hikmat bilan marhamat ko'rsatib, seni dono kishilarning qatoridan qiladi. Muhabbat bilan sana marhamat ko'rsatib, seni yaxshi ko'radi. Ve Allah'ın bendelerimiz seni yaxshi ko'radi. Sana büyüklük bilen merhamet gösterip kişiler arasında seni âli mertebe orunga ega qiladi. Kemterlik bilen merhamet gösterip sana kemterlik ahlakını, micaz hulkını beradi. İnsan özü yaratmanda yaratıladigan narsa emas. Sana
o'tkir qarash bilan marhamat ko'rsatib, har narsaninki oldi keynini farq etalaydigan o'tkir nazar doirasi kengri bir alohidlikni sana ato qiladi. Seni nazar doirasi kengri kishiga aylantiradi. Sana atrofingdagilarga go'zal muomala qiladigan, yaxshi muomala qiladigan bir axloq bilan marhamat qiladi. Demak, sanıg'ılı tutsa, Allah subhanahu wa ta'ala bendining kengri yo'l tutqanlik sabablik, boshqalarga musamaha ko'rsatganlik sabablik, keng qursa qo'yganlik sabablik bendiga ato qiladigan marhamat rahmatlari intayin ko'p. Payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda istaqimu va lan tuhsu. Sizlar ishning to'g'risini tanlab menginglar, sınıp bulanmaysızlar. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sizlerge beradigan şunun neticesideki ahlaklarını, nimetlerini, atalarını sanıp bulanmaysızlar. Yaxşılık intayin köp. Şun başka bayatın okuyan hadisimizde Peygamber aleyhisselam dua kılan şekilde ifadeladı onu. Rahimallahu abden semhan iza ba'a. Sodu satık kılıp satqa vakitte kengri yol tutkan bendege Allah rahim kılsın. Ağa vaqtida kengri yol tutgan bendiga Allah rahim qilsin. Boshqalarning o'zining haqqini talab qilgan vaqtida hatta kengri yol tutgan, keng qursa qo'ygan bendiga Allah rahim qilsin deb Payg'ambar alayhisalom bu shaklda duo qildi. Yumshoq, mehr muhabbat, kuyunish, donolik, insoniy tuyg'u bularning hammasi shunday shakllanadi. To'g'ri, ba'zida sen bilan birov kelib sodilishib qilishi mumkin. Sen bir tijoratchi, baho talishib qilishi mumkin. Balkim uning qo'li qisqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin shu vaqtlarda. Pulisi ozroq bo'lishi mumkin. Sen uningga mehr shafqat ko'rsatib, uni dukuning oldidan qo'g'lamaysan masalan. Ma'lum, sana cho'ng ziyon bo'lib ketmaydigan ahvol bo'lib qolsa, uningga marhamat qilsa, qattiq gap qilmaysa, hatto atrofingdagilar 70 qitim hadisning ifodasi bo'yicha bir ishlarni sen xato tushungandek shaklda qilib qolgan taqdirda buningga o'ziri tushunsa, ya'ni bir sabablar bordu deb o'ylaysa, inson o'zidagi masalalar tugab, masalan iqtisodiy kengri, tini sog'lom, hech qanday qiyinchilik yo'q. Boshqalarni shu ahvolda ko'rgan vaqtida boshqalarga ish og'irtalig'inida onun sharoitlarini ko'zda tutib muomala qilalig'inida inson Allohning nazarida yaxshi inson bo'ladi. Mening qo'sqim to'q, kiyimim butun, boshqa nima bo'lsa bo'lmaydi. Unda qism davom etdi, manda qism davom etdi. O manda o'g'ano degandek boshqalarga gunoh atish, ularning amaliy sharoitini ko'z tutmaslik bu insondagi axloqsizlik hisoblanadi. Sen kuchli bir o'rinda, qarar sening qo'lingda. Oldingda ojiz bir inson bor. Gangrab qolgan, nurg'un xatolik bor. Mana dal sendan talab qilindigini mushu o'rinda uningga mehr shafqat ko'rsatishing, uningga musamaha ko'rsatishing, uningga keng qursa qilishing. Shu vaqtida lekin Alloh subhanahu va taolo sana rahim qiladi. Daylami Abu Bakrdan aytgan bir hadis qudus shaklida bir nihoyat ta'sirli bir so'z bor. In kuntum tuhibbuna rahmati. Agar mening rahmatimni orzu qilsanglar, mening xalqimga marhamat qilinglar, rahmat qilinglar. Kuyininglar ularga degan shakldagi. Ar-rahimuna yarhamuhumulloh. Hakim Abdullah ibn Asni rivoyat qilgan bir hadis. Allah subhanahu va taolo boshqalarga kuyinganlarga undan keyin rahmat qiladi deydi ma'nosida. Demak, boshqalarga marhamat qilgan, boshqalarga kuyingan, mehr shafqat ko'rsatgan kishi o'zining kundalik hayotida ajoyib hayron qolarlik natijalarga erishadi. Chunki o'qig'inimizdek rahimallohu abdan samhan iza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Payg'ambarning duosi va bu yerda Rasululloh qiladi duoni. Satqa vaqtda, ağa vaqtda, boshqalarning haq-huquqini talab qilgan vaqtda kengri yo'l tutgan, keng qursa qo'yganlarga Alloh rahmat qilsin. Endi hadisning oxirisiga qarasak, o'zining haq-huquqini talab qilgan vaqtida degan bir so'z diqqatimizni tortadi. Ya'ni bu nuqtada keng qursoq bo'lish uchun, kengri yo'l tutish uchun
o'zining haq huquqidan tushib kirish kerakmi degan nuqtaga kelgan vaqtda bu tamoman boshqalarni ziyonga uchirish maqsad qilingan shakldagi haq huquqidan tushib kirish maqsad qilmaydi. Buning shakli misollarni tushundirsa, masalan, boshqalar muomala qilgan vaqtda qattiqlik qilmaslik, uni basm ishlatmaslik degan shakllarni o'z ichiga oladi. Masalan, bir mol sotding, sen bir shirkatning sohibi, bir cho'ng tijoratchi, sendan u molni olganlar u molni darrov sotamadi. Sozulup ketdi, masalan, ma'lum sabablar tufaylidan. Shu vaqtida sana bir imtihon keladi. Ya'ni sen uning shu qiyin sharoitida uni qistaysa, chunki uningda pul yo'q hozir, har qancha qistasimi pul berilmaydi. Agar pul bor turib bermasa, uning hukmi boshqa. Uning zodi pulusi yo'q hozir. Bagidek pulusi yo'q. Sharoiti ashtavib qoldi. Uningga bir mezgil saqlashing kerak yani. Çünkü o sana hoca dizip verdi. Onun hiç iş izlerinden, gap sözlerinden senin mal mülkünü yıvaladığın çıray emez. Ya ki keçiktirişine kasten qarzını kendini suzuvatkan ahvalını his qilmagan şaraitinde, yani hakikaten qısıp qalgan bolsa, onunğa rahim qilish kerak. Allah subhanahu wa ta'ala sening şu kengirchilik qilganliging tufaylidan sana boshqa taraflardan kengir echib etish bu aniq. Çünkü Rasulullah dua qildi ya. Keng qursa qo'ygan, keng yo'l tutganlarga Allah rahmat qilsin. Rahmatning doirasi biz darsimizning bosh tushundirgandek sanoqsiz natijalarni keltirib chiqaradigan bir soha. Masalan, bu bir xilisi, so'z sidqdikisi. Yana bir misol olsak, sen uyga kirding. Ayolingning ba'zi xatolik o'tkazib sog'inni ko'rding. Bilsa ayoling nachar ayol emas, eski ayol emas, solih ayol. Ammo bu qatim uningda bir xatolik yuz beribdi. Şu vaqtida onunğa qattiq tegish, zo'ravonlik qilish, shu tufaylidan uning qalbiga aziyat turish asla aqlga sig'maydi. Uningga to'g'risi ma'lumotdi, manda qilsang o'ldi degandek, o'tkazgan xatoliqining oldidagi iztirobini sen yo'q qilishing kerak. Rohatlantirishing kerak. Agar sen uning o'zidagi bir solih ayol bo'lgan ekan, o'zing o'tkazgan xatoligiga nisbatan bir iztirob bo'ladi qalbida. İztirobning ustiga iztirob, besim ustiga besim sog'andan keyin bir to'qinish yuz beradi. Jiddiychilik yuz berdi oilada, chunki zo'ravonlikni keltirib chiqaradi. Zo'ravonlikdan asla yaxshi natija chiqmaydi. Chunki ayoling solih ayol, sen ayolingga ishonch qilsa, uningga hurmatlaysa, uni donliq madhiyalab tursa, şu vaqtda ayolingning qalbi yuriydi, rohatlanadi. Andan sana rahat bir muhit yaratib beradi. Yani issiq bir muhit yaratib beradi. Şu vaqtda er ayol o'tirdagi Qur'oni Karimda tilga ilingan sukun, ya'ni rahat, huzur, oiladagi huzur şu vaqtda amaliyotda sen qilgan har bir yaxshilikningki bir tarafini foydasini yani o'zing ko'rsa. Yani bu bayatınki biz okugan Resulullah'ınki qilgan duasının ta'siri yana bu bir şekli, ta'sirining bir şekli. Rahimallahu abdan samhan, yani rahim qilsin degandan keyin biz cho'qim bir natijaga erishimiz. Ya'ni ailesi, ayollari, bolalari bilan bo'lgan butun muomalalarda kengirchilik qilish, bolasi xatolik o'tkazishi mumkin. Birinchi xatolik apu qilsa, qattiq tegmaysa, faqat tarbiya nasihat qilsa, xatoligini ko'rsatib qo'ysa, ikkinchi qatim, uchinchi qatim, to'rtinchi qatim buningga yo'l qo'ysa, ya'ni yo'l qo'yish deganlik xatolikqa yo'l qo'yish emas, qattiq tegmaslik, uni umaslik, cho'ng bir masala chiqarmaslik. Chunki shu nuqtani bilishing kerakki, inson bo'lib turgan xatolashadiganligi muayyan. Kullu bani adam xattoun. Bu hadisda Tirmiziy Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan tilg'ilingan hadisda bor. Masalan, o'qituvchi bo'lib bilan o'zining o'quvchisiga donolarcha muomala qilganida o'quvchisining maktab bitirib bo'lguncha nurg'un go'zal natijalarni qo'lga keltirgan bo'lganligi bu aniq masala. Uni bir xatolik o'tkazding, ya ani qilmading deb besim ishlatdi, qattiq tegdi, bu asla yaxshi natija olib kelmaydi. Buni ustozlik, o'qituvchilik qilayotganlar o'quvchilarga sinab baqsa bo'ladi. Masalan, balalarning psixikasi cho'nglarning psixikasidan farqli bo'ladi. Balalarga balalarcha muomala qilish kerak aqallisi. Ya'ni sening bu yil, bu mavsum 5 xatolik yo 10 xatolik o'tkazish fursatың var, undan ortiq o'tkazolmaysa deganga o'xshash balalarning psixikasiga ta'sir ko'rsatadigan shaklda
Yani balaga kuyinganligini ifodalagan shaklda balaning o'zini kontrol qilishga turtki bo'ladigan ba'zi usullar qo'llansa bo'ladi. Agar unda qilmay uning o'tkazgan xatoligi yuz berib qolgan xatoligiga bevosita zarba berilsa, cho'qim baladan takror shaklda uningga bir javob inkas qaytib qolishi mumkin. Tabiiyki o inkasga sabab bo'lgan shu turtkiga o'xshash shaklda qaytadi. Qattiq ish harakatga qattiq inkas qaytadi, yumshoq ish harakatga yumshoq nima qaytadi? İnkas qaytadi. Bu bir misal. Yani bir misal mush ijtimoiy jamiyatda mayli diniy liderlar olsun, siyosiy liderlar olsun, her kishida xatolik bor biz yuqorida deganimizdek. Liderlarda ham xatolik yuz beradi, ba'zi taqsirlar yuz beradi, ihmolotlar, ba'zi o'ylamagan bir xatoliklar yuz beradi. Buni akaplam bununla qattiq shaklda, ig'ir tillar bilan, bununla qattiqlik bilan inkas qaytarishning o'zimi yana munosabatni buzadi. O'xshashlar, agash kuchlardanmi tabiiy xatoliklar yuz beradi. İtaat qilmaydigan ahvollar yuz beradi, ta'limotlarni uyg'lamaydigan ahvollar yuz beradi, yoki ish qilib bir xatoliklar yuz beradi. Bu vaqtda liderlar o'xshashlar. Bularga qattiq shaklda inkas qaytarishi, ya'ni masalani jiddiyleştirib o'tadigan bir masala. Şu bu noktaların hammasida biz güzel netijaga erishishimiz uchun Payg'ambar alayhisolamning bayatdan rahimallohu abdan samhan degan hadisini o'ylash kerak. Shu duosiga erishish uchun bo'lsa-mu, keng yo'l tutish kerak, keng qo'rsoq bo'lish kerak. Chunki hammamiz hadisda tilg'ilingan abd degan so'zning tahtiga kiramiz. Har birimiz banda. Dadımı bende, balımı bende, ayol hammasi bende, ustoz o'quvchi hammasi bende, lider ve ergashkuchi hammasi bende. Hamma taraf o'zaro birisi-birisiga keng yo'l tutgan vaqtda, keng quruq qo'ygan vaqtda Allohning rahmati bu yerga keladi. Payg'ambar alayhisalom muttafaqun alayhi bir hadisda Mughira ibn Shu'badan rivoyat qilingan. Va kariha lakum qila va qal va kasratus su'al va ida'atul mal. Mush hadisda mu'minlarga Alloh tarafidan yomon ko'rilgan ishning birisi qila va qal va kasratus sual yani so'z cho'chak. Boshqalar haqida u yoki bu deganda gap so'zlarning o'rtaliqqa ko'p chiqishi. Bu Alloh yomon ko'radigan ish. Bu eskartmaga alohida diqqat qilish kerak. Yana birisi kasratus sual. Bu alohida bir tavsiya. Sualni ko'p so'rash, masalalarni ko'p inchiklash, masalalarning to'g'ri mas'uliyatdan so'rash haqqi bo'ladi har qanday mas'uliyat sohibininki. Ammo xarakteri mas'uliyat surishti qilishdan chiqib, masalalarning tafsilotchiga kirish, masalan, uning to'rt atrofining hammani bilsam bo'ldi deb salohiyati bo'lgan va bo'lmagan shaklda masalani bu darajada inchiklash Alloh subhanahu va taolo yomon ko'radigan ishlarning birisi. Demak, xulosa kalam, yuqorida biz degandek, keng yo'l tutish, boshqalarga musamaha ko'rsatish, keng qo'rsoq bo'lish, savdo satiq, hukm, o'z haq-huquqini talab qilish, ayol munosabati, ustoz shogird munosabati, lider va ergashkuchi munosabatidan tortib, hammasida o'rtaq bir shakllanadigan ahvol shakllangan vaqtida, musho keng qo'rsoqlik ikkala tarafda shakllangan vaqtida Rasulullohning duosiga biz nail bo'lamiz. Allohning rahmati bizga tushadi. Buning natijasi son-sanoqsiz shaklda go'zal bo'ladi. Endi yuqori qolgan misollardan bir xato tushuncha chiqib qolish ehtimoli bo'lgan bir tarafga bir to'liqlama birimiz. Biz bolalar bilan, ayollar bilan va boshqalar bilan, mayli liderlar olsun, kim bo'lsin, o'tkazgan xatoligiga musomaha ko'rsatamiz, keng qursoq bo'lamiz, yo'l qo'yamiz dedik. Buna deganlik sal qarash, kari so'maslik, tashlab o'tish degan uqum olmaydi. Xususan bolalar desak, bolalaring xatolatsa, uni urma, qattiq qilma, buningga fursat berdik. Bir qatim, ikki qatim, uch qatim, to'rt qatim hatto. Lekin bunda deganlikning o'zi bolaning yuzlarcha xatoligiga yoki butun xatoligiga ishni to'liq kengri echib balang har doim xatolatsa, uni faqat cheklama deganlik emas. Bu yerdagi masalani hal qilish ozroq donolikka ehtiyoji bor. Ozroq aqlga ehtiyoji bor, hikmat bilan qilish ehtiyoji bor. Qanaqdir sen butunlay uni xohlagancha ish qila oladigan bir shaklga olib borsang bo'lmaydi. Cho'qim ma'lum darajada qana qo'yishing kerak, chaq qo'yishing kerak. Tabiiyki, keng qo'rsoqlik qilish, muomalada boshqalar bilan qulay, boshqalarga qulaylik yaratish insonlarning aybini yo'qaydi. Hech kimning shu vaqtda aybi chiqmaydi.
Mədə mühim bir qoida var. Hammadan o'zga tatbiqlashga tegishli qoida bu. Amilun nas kama tuhibbu ay yu'amiluk. O'zingning qandoq muomalaga uchrashingni xohlasang, ya'ni boshqalar senga qandoq qarashni istasang, yaxshi ko'rsang, senmi boshqalarga shunday muomala qilishing kerak. Masalan, bir do'kondan, magazindan bir kiyim olding. Uydagi ya balanga ya ayolingga. Bu kiyimni uyga olib tanlab baqding, masalan, kemmidi, mas kemmidi. Sen onu bir qitim üstüge sapmadı, yani keymedi onu ya 1 saat, 2 saat. Fakat onu ölçep baktı. Ya şuna dükanda, magazindilan sınaymız bu kiyimini, şunçiliklan. Onun piçte özbette, markaları özbette, dükanda koyup kayıtı setiş imkaniyeti tamamen var. Bu halette yaparsan dükkancı yaklam deydi. Bu onundaki kenar yol tutkallık emas. Yani onun hukuk, menfaatine tesir kılmagan ahval aslında. Onun menfaati ziyanga uçurmagan ahval aslında kenar yol tutuş gerek. Bu ahvalni biz emas gayri İslam cemiyeti qanaqatıda yol qo'yuyotidu. Masalan, çoğ savdo saraylarga kirib, masalan, musulmonlarning emas, gayri musulmon. Tabii ki hazır bo'yotidu ko'pincha yerlarda, lekin yarqin ifodalanishi shu hamdi. Yani şu sistemlarda, şu savdo sistemlarida. Sen ya 10 kungacha bir oygacha akasan qaytirib beramiz degandek bir ularning bir tijorat. Bu amaliyotda islom tashabbus qilayotgan bir axloq masalan. Ama bu İslam fıkh sistemi bununla qarta qaytırış şartları mesela, soğutuktaki yeni veriş, yandırış soğudunu, nurgun meseleler var. Bu bizde ameli uygulaşma var. İslam özünün güzel ahlak olan keng korsaklıkını bizning muamelerimizde görüstenme var. Mesela qanaş hadiseleri yüz berdi. Şoför yolda normal ketavatkan, başkalarına oxşaş, qanaş qaydasiga uygun şekilde ketavatkan. Bir taraftan bir bala şaqqira yugurib sakrab chiqdi, balani so'qdi. Darahallam bu balaning ota-onasi şoförga yuklanadi shu vaqtda. Hujum qiladi yoki undan bir narsa talab qiladi, haq talab qiladi. Chunki qonun uni qo'g'daydi masalan, navbatdagi qonun. Davlat uni qo'g'daydi. Buningga tayiniblan masalan. Bu qanday qiladi? Shunda nurg'un narsalarni undirib oladi. Amaliyotda xatolik baladan yuz bergan bunday ahvol ostida sen uningga bir qadar musamaha ko'rsatish kerak, keng qo'rsoq qilishing kerak. Masalan, bizning amaliy o'tgan bir hodisaning birisi bor. Misrda bo'lgan ahvol, bizning Uyg'ur bolalardan birisi mashinada birining bolasini, 7 yoshlik bolasini so'qib o'tirib qo'ydi. Tabii ki bu yerda bir ishlar bo'lganda tafsiloti bak aniq emas, ammo shunday ahvol bor. U shofir balaga o'lib ketgan balaninki dadisi kapoqchi boshqalar sabab qattiq tekkan, ammo dadisi kelgandan keyin ko'zidan yosh qo'yilib turib, balaga sen bo'ldi ket, mening hech qanday davoyim yo'q, arzim yo'q, men seni kechirib o'tdim degan ahvollarmi bor. Yana bir voqelik va birisi bir balani mashinada bostirib qo'ygan. Balaning ota-onasi balani doktorxonaga ko'tarib bir sunuq bir ishlar var. Şoförünü zorlab, unumuz unumay degandek uyga olib borgan. Şoför nihoyatda jiddiylashib, bir qo'rqib ketgan hamda. Bu kayfiyatni ham o'ylan his qilishimiz mumkin. Uyga borib nihoyat chiroyli mehmon qilib, buni izzatlagan yani. Nima uchun? Chunki ular şofördagi jiddiylashish, qo'rqishni bir tugatib xotirjam qilish uchun. Chunki yo'q degandek. Bu bir go'zal ahvol bu amaliyotda. Chunki masalaning xarakteriga qaraganimizda, şoför normal meng'liq, bala sakrab chiqig'liq, şoför o'zining ya'ni o'tkazgan xatolik sahvalligidan oshgan shaklda, ya'ni sahvallik olmagan shaklda bu ahvolga duch kelganlik. Ammo ahvol ta'tir bo'lgan vaqtida, masalan, o'zining xudini bilmaydigan qani qiziqlar bor. Saranglarcha mashinani haydaydigan, suratini oshib haydaydigan yoki rioya qilmaydigan bir shaklda hadini oshqalar. Bularga shunday ahvol yuz bergan vaqtda bularning ikkinchi qatim bu xatolikni o'tkazmaslik uchun bularga nisbatan islomda belgilangan shaklda eng ig'rosimi bo'laverdi vaqtida. Masalan, bir odamni o'tirib qo'ysa, islomda 100 tuga deydi va uningki, shu 100 tuga hozirgi pulda balki necha million chiqishi mumkin. Shu diyet to'lishi kerak. Çünkü o orqali o o'zining haddini bilishi kerak, qatnash qoidasiga rioya qilish kerak, boshqalarning haq huquqiga ziyon uchiradigan ishlarni qilmas kerak. Masalani bu shaklda. Ammo
Biz dastlab deganimizdek, shofer o'zi begona bo'lib qolgan ahvol ostida bir voqea yuz berib qoldi. Balaning ota-onasi qonun meni qo'g'daydi, davlat meni qo'g'daydi deganga tayniblam uningga besim ishlatish, uningga ig'irlik keltirish, islomiy go'zal axloqning kang qursoq bo'lish babiga nisbatan toza to'g'ri emas. Ya'ni bu yerda biz kang qursoqlikni tashabbus qilayotgan vaqtimizda hech kimning manfaatini ziyonga uchirmaslikni o'ylaymiz, tashabbus qilamiz yani. Ziyonga uchirmagan, boshqaning huquq manfaatiga daxl yetkazmagan shaklda birisi-birisiga kang qursoq bo'lish, yo'l qo'yish islomdagi tashabbus qilinayotgan eng go'zal axloqlarning birisi. Şu ahvol, şu shaklda kishilar o'zaro birisi-birisiga nisbatan kang yo'l tutqanida, kang qursoq bo'lganida jamiyatda kishilarning o'rtasida paydo bo'ladigan mehr, muhabbat, illiq tuyg'ular o'zaro birisi-birisiga nisbatan güzel sözler cemiyette barlıq kılıyordu. Bu ameliyatda cemiyetin her bir a'zosi olan bizlerge bir vasıta tesir gösterdiğin bir ahval. Çünkü cemiyet güzelleşti. Mehir muhabbetke toldu. Kuyumcan, mehriban bir muhit şekillendi. Bunun biz mi özümüzünki nesivesini alımız. Bunun mu hali kalmayımız da biz nesiveden kuruk kalmayımız. Yani bu yerdeki her bir icabiyet bizga keladi. Agar aks taqdirda o xil go'zal axloqlar uyg'lanmagan shaklda jamiyatda manmanchilik, shaxsiyatchilik, boshqalarni qo'yib olish, undirib olish, zo'ravonlik avj olgan vaqtida buningdan biz yana har bir odam nasibasini oladi. Aqallisi bir ish egalari, xizmatchilar ish bajarayotganlar oldiga kelgan odamga nisbatan mayli uning ishini bajarib turadigan yerda bo'lsin yoki bijirib bermaydigan yerda olsun en güzel şekilde cevap qaytarib. Mesela bu işingizni bijirib bersak hozir bo'lma, chunki qonun o'zgardi, qoida o'zgardi, bu bunda bulutda ma varaqlar yoki ma rasmiyatli kam to'liqlab keling deganda güzel şekilde cevap qaytarsa, ishi bitmagan taqdirdami ko'ngli xo'sh chiqadi. Bu ish bo'lmaydi masalan. Qattiq muomala qilsa boshqalarga, eg'ir tegsa, ishi bo'lmaganning ustiga u odamningki qalbi qiriladi masalan. Ko'ngli bearam bo'ladi. Bu bir olup, ikki olup, bugün Ahmet ko'rgan bo'lsa, ertesi Samet bo'ladi, o'ginisi navbat bizga keladi. Demak, bir güzel axloqninki jamiyatda hammalarga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri va o güzel axloqning yo'qolishining hammalar nasibimizni oladigan bir salbiy ta'siri va xatolashgan insonlar pushaymon qiladi, azoblanadi, o'zimizni qabul qilishimiz kerak. Ammo haddidan oshgan takror xatolikqa nisbatan pushaymoni yo'q kishilarga nisbatan uni tur deyishimiz kerak. Mushtavolgan vaqtda güzel bir jamiyat, güzel bir toplum shakllanadi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni shu güzel axloq sahibi qilsin, hammalarga tinch, güzel bir muhitda yashaydigan islomiy jamiyat barpo qiladigan bir yuksak iroda, g'oya, axloq sahibi qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.